Men O'rinbayev Jasur Erkinovich 1987-yil Samarqand shahrida tug'ilganman. Bakalavriatda demak TATU Samarqand filialida o'qiganman. Magistratura bosqichini 2009-2011-yillarda O'zbekiston Milliy universitetini bitirganman. 2011-yildan 2017-yilgacha TATU Samarqand filialida kompyuter tizimlari kafedrasida faoliyat yuritganman. 2018-yildan 2020-yil oralig'ida Samarqand davlat universitetida tayanch doktoranturada tahsil olganman. 2021-2022 yillar davomida Samarqand davlat universiteti dastur injinering kafedrasida dotsent lavozimida faoliyat yuritganman. 2023-2025 yillarda raqam texnologiyalari va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutida doktorantura bosqichini tahsil oldim. 2026-yil 7-iyulda doktorlik dissertatsiyasini himoya qildim. Mening ish mavzuyim ko'p komponentli muhitlarda cross diffuziyaga ega jarayonlarni tadqiq qilish. Ilmiy maslahatchim demak O'zbekiston Milliy universitetida Amaliy matematika sun'iy intellektual tizimlar fakulteti dekani Zafar aka Rahmonov bo'ladilar. O'sha universitetda tahsil olganlar, o'sha universitetda turli lavozimlarda ishlaganlar va universitetda hozirgi kungacha ilmiy va pedagog faoliyatlarni amalga oshirib kelganlar. Umuman mamlakatimizda ham, butun dunyoda ham hozir kecha kunduzda, shu kecha kunduzgacha diffuzion jarayonlarni bitta alohida umumiy holatda qarab kelingan. Meni mavzum bo'yicha diffuzion jarayonlar cross holatda ko'rilgan. Ya'ni cross holat bu bir diffuzion jarayonni diffuziyasi natijasida ikkinchi bir diffuzion jarayoni hosil bo'lishi. Umuman tabiatdan olib qaraydigan bo'lsak, barcha jarayonlar qisqa ma'lum bir vaqt o'zidan o'zi hosil bo'lmaydi. Qaysidir bir jarayonni natijasida keyingi jarayon hosil bo'lib ketaveradi. Shunday bo'lgandan keyin tabiiy jarayonlarning qariyb hammasida cross diffuziya jarayonlari mavjud va oldingi barcha qilingan, juda ko'pchilik qilingan ishlarda diffuziya aynan alohida nimadir jarayonni alohida diffuziyasi qaralgan. Bizda esa cross holatda bir diffuziya jarayoni ikkinchi diffuziya jarayoni orqali hosil bo'lishi qaralgan. Tadqiqot obyekti sifatida qurilish materiallari ishlab chiqarish jarayonida issiqlik, namlik almashinuvi jarayonlari qaralgan. Tadqiqotimiz ilmiy yangiligi umumiy holatda 5 ta ilmiy yangilik olganmiz. Nochiziqli parabolik tipdagi differensial tenglamalar orqali ifodalangan matematik modellarni qaraganmiz va matematik modellar nochiziqli bo'lganligi tufayli bunday modellarni analitik yechish imkoni yo'q. Bunaqa modellar odatda sonli yechiladi. Sonli yechish uchun sonli yechish davomida iterativ jarayon quriladi. Mana shu jarayonlarni hosil qilish uchun, mana shu jarayonlarni sonli yechish uchun demak dastlab global mavjudlik shartlari olinadi. Global mavjudlik shartlarida demak kritik eksponentalar olinadi va global mavjudlik shartlari orqali asimtotik formulalar keltirib chiqariladi. Bu asimtotik formulalar iterativ jarayon uchun boshlang'ich yaqinlashish tanlanadi. Demak, iterativ jarayon uchun eng yaxshi boshlang'ich yaqinlash tanlash bu muammo hisoblanadi va biz o'sha ilmiy ishimizda eng yaxshi boshlang'ich yaqinlash tanlash uchun global mavjudlik shartlari, global yechimlar, kritik eksponentalar, Fujita tipidagi kritik eksponentalarni olganmiz va bular hammasi o'sha sonli yechish uchun kerak. Ilmiy mavzuyimiz doirasida adabiyotlar sharhini ko'rib chiqqanimizda o'sha dastlab bizni masalalarimizni eng asosi bo'lmish Samarskiy, Tixonov masalalari, Zeldovich, komponent va aynan cross masalalar bilan shug'ullangan Shigesada, Kawasaki, Teramoto va oxirgi yillardagi ilmiy o'sha cross diffuziya jarayonlari bilan shug'ullanib kelayotgan Tsiganov, SNG davlatlari olimlaridan
Yevropa davlatlarida Ansgar Jungelni ishlari bilan tanishib chiqdik. Bularni barchalarini ishlarida asosan sistema holatida va sistema holati bo'lmagan holatda qo'shin masalasi ishlangan. Bizni ishimiz asosan ikkinchi tip chegaraviy shartlar bilan Neyman masalasi qaralgan. O'zbekistonda Muhiddinov, Aripov, Xo'jayorov, Ravshanovlarni maktablarini ishlari bilan tanishganmiz. Bularni ishlarida ham biz masalalarimiz kabi o'sha diffuzion jarayonlarini sonli tadqiq etish qaralgan. Asosan bizgacha bo'lgan ishlarda cross holati qaralmagan yoki cross holatda qo'shish masalasi qaralgan. Muammo o'sha ikkinchi tip chegaraviy masalalar bilan ishlaganda cross holat bilan cross shartlarni keltirib chiqarish masalalari qiyinchiliklar tug'diradi va shu masalalarni yechganmiz. Tadqiqot natijalari demak Samarqand viloyati sanoat korxonalarida joriy etildi. Demak Jomboy yashil chiroqlari sement ishlab chiqarish zavodida va Bunyodkor xususiy korxonada gazosilikat blok ishlab chiqarish zavodi va o'sha Jomboy yashil chiroqlarida sement ishlab chiqarish jarayonida sement klinkerlarini quritish jarayonlari o'sha yoki gazosilikat bloklarini tayyor bo'lish jarayonida quritish jarayonlarini tadqiq etganmiz va tadqiqotimiz natijasida ishlab chiqarish jarayonlarini o'sha bizning tadqiqotimiz doirasida olingan kritik anaqa qiymatlar bilan 5-7% ga samaradorlikka erishganmiz. Yosh tadqiqotchilarga avvalambor ko'proq endi bizni yo'nalishimiz matematik modellashtirish bo'lganligi sababli fundamental bilimlarga ko'proq e'tibor berish kerak va shu bilan birgalikda hozirgi zamonaviy adabiyotlarni sharhi bilan ko'proq shug'ullanish kerak. Endi men umumiy tadqiqotim doirasida aytib beradigan bo'lsam, masalan, men bundan oldingi tayanch doktoranturada oliy ta'lim muassasasida doktorantura bosqichida edim. Samarqand davlat universitetida ham bu borada juda ham ko'p yaxshi ishlar qilingan, bibliotekalar, ilmiy tadqiqotchilar uchun laboratoriyalar, yangi laboratoriyalar, eng oxirgi zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlangan. Doktorantura bosqichida raqam texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutida bo'ldim. Ilmiy tadqiqot institutidagi sharoitlarni olib qaraydigan bo'lsak, eng anaqasi zamonaviy kompyuterlar, biblioteka hammasi bilan ta'minlangan. Shu bilan birgalikda 24 soat ishlash rejimi menga eng katta yoqqan tomoni. Xohlagancha ishlash mumkin. Resurslar hech qaysi tomondan cheklanmagan. Kelgusidagi rejalarimiz, men hozirgacha kunduzda Samarqand davlat universitetida dastur injineriya kafedrasida faoliyat olib boryapman. Kelgusidagi faoliyatimizda davomida endi yoshlarga qo'limizdan kelgancha bilimlarimizni o'rgatish, ilmimiz yetgancha shogird chiqarish, imkoniyat darajasida o'zimizni maktabimizni yaratish, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish tadqiqot instituti rahbariyatiga murakkab tizimlarni modellashtirish laboratoriyasiga, xususan ustoz Ravshanov domlaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat, salomat bo'ling.